xuddi behuda antibiotik olish kerak emas. Eng zarari past bo'lgan antibiotiklar tavsiya qilinadi. Lekin har bir antibiotikni olishdan oldin shifokor bilan maslahatlashib, probadan o'tkazib, keyin olish kerak bo'ladi. Bu savol juda ham ko'p beriladi menga. Antibiotik yozishdi mumkinmi yoki shamolladim, issig'im chiqyapti, lekin instinkt chiqyapman, hech narsa yordam bermayapti. Menga antibiotik mumkin emas deb aytishdi deb. Lekin aslida antibiotiklar mumkin, faqatgina ayolning, demak, homiladorlik muddatiga qarab tanlanadi antibiotik va albatta holatiga qarab. Xuddi behuda antibiotik olish kerak emas. Birinchi trimestrda, ya'ni birinchi 3 oylikda homilani a'zolari rivojlanayotgan paytda, shu paytda organogenez ketadi. Ya'ni 12 haftaga muddatgacha. O'sha paytda eng zarari past bo'lgan antibiotiklar tavsiya qilinadi. Bular amoksitsilin qatori, ampitsilin qatori, penicillin qatori antibiotiklar tavsiya qilinadi. Ikkinchi trimestrdan bo'lishi mumkin, bular cefalosporin qatori. Bular cefazolin, ceftriakson, demak cefoperazonlar mumkin. Undan tashqari makrolitlar, bular azitromitsin kiradi. Ba'zi bir holatlarda ftorxinolonlar ham, ciprofloksatsin yoki levofloksatsin. Lekin har bitta antibiotikni ehtiyotkorlik bilan olish kerak bo'ladi. Lekin har bir antibiotikni olishdan oldin shifokor bilan maslahatlashib, hamda sinama, ya'ni probadan o'tkazib, keyin olish kerak bo'ladi. Va albatta qon tahlili topshirib